Eron, Isroil va AQSh o'rtasidagi mojaro yangi bosqichga o'tdi. Vaziyat jiddiy tus olmoqda. Aslida bu qarama-qarshilik bugun boshlangan emas. Uning ildizi o'nlab yillarga borib taqaladi. 1979-yildagi Eron inqilobidan so'ng mintaqadagi geosiyosiy muvozanat keskin o'zgardi. Isroil Eronni o'z milliy xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rib kelmoqda. AQSh esa mintaqada o'z ittifoqchilari xavfsizligini ta'minlashni ustuvor vazifa deb biladi. So'nggi zarbalar mojaroning bevosita to'qnashuv bosqichiga o'tishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Mintaqadagi havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgan. Agar mojaro kengaysa, global neft bozori keskin tebranishi mumkin. Vaziyat qayerga qarab ketishi ko'p jihatdan siyosiy qarorlarga bog'liq. Kuzatishda davom etamiz.